Cobalt Midnight MCM pozitsiyasi ekan. Kalit o'zgarishlarni bitta ko'rib chiqadigan bo'lsak, har doimgidek salonni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'zgarishlarni videomiz tez bo'lishi kerak. O'sha kalit, o'sha pult zamonda o'xshagan bo'lsak, demak bizda speedometr o'zgargan, odometr, mana bunaqa kichik tablocha qo'shilgan, Apple CarPlay qo'shilgan bu yerda. Ajoyib. Salonlar polni hamma qismi qo'llaytirilgan. Bunga qolsa stoykalar va tom ham qo'llaytilsa yaxshi bo'lardi. Skor mana bu qismi ham rangi o'zgargan, ilgari seriya bo'lardi, hozir qo'llaytirilibdi. Boshqa qismi o'zgarish deyarli yo'q. Tushirgan bo'lsak, rulda asosan o'zgarish bo'lgan, multi rul, rulda mana bunday qismi ingichkalashtirilgan. Sidinalar o'sha sidina, lekin koja bilan qoplangan, kojasi ham sifatli, yomon emas. Xo'sh, salonda o'zgarishlar shu, tashqi ko'rinishda o'zgarishlar bo'lgan. O'sha qora disklar, orqa qora stop fara, oynalarimiz yuqorisi qo'yilgan, hoshiyalari, faralarimiz qo'yilgan. Motor qismiga keladigan bo'lsa, ikkita vanus tashqi qo'yilgan. Umuman elektronika qismida o'zgarish katta. Bu yerda vanus tizimi joylab etilgan. Bir, mana bu qismda o'zgarish ko'rdim. 2 miya qismi o'zgargan, butkul trekkerning qaysi modelini miyasi deyishmoqda. ABS sistemamizda o'zgargan, butkul qolgan qismlari deyarli o'sha holatda qolgan. O'zgarishlar yomon emas. O'zgarishlar haqida fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Mana shunaqa holatda.